Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Yaqindagina Ibrohim akaga uy qurib berish uchun yordam so'rab YouTube kanalimizga video joylagan edik. Mana xudo xolasa sizlarning yordamingiz bilan, ko'magingiz bilan qurilishlar boshlandi, ustalar ishni boshladi. Uyimiz polni yashaydigan sharoitga keltirib berish uchun yana anchagina mablag' kerak bo'ladi. Agar kimda kim yana ehson qilmoqchi bo'lsa, video ostiga shu akamizning karta nomerlarini va o'zini shaxsan telefon nomerlarini joylab qo'yamiz. Agar moddiy tarafdan imkoniyati bo'lmagan insonlar shu videoni maksimalli tarqatib, like bosib oxirigacha ko'rib qo'yishingizni so'raymiz. Chunki agar YouTube'da ko'pchilik ko'radigan bo'lsa, birdaniga YouTube haligi videoni rekomendatsiya berib, butun O'zbekiston, balkim butun dunyo ko'rishi mumkin. 100 ming, 200 ming, balkim 300 ming prosmotr bo'lishi mumkin. Albatta bu videoda joylashimizdan maqsad videoda prosmotr olish uchun emas. Agar videoni ko'pchilik ko'rsa, balkim boyroq inson, kimgadir yordam beraman deb turgan insonlar ko'rib qolishi mumkin. Tezroq shu sovuq kunlarga qolmasdan Ibrohim akani uyini bitkazib, chiroyli qilib topshirish hammamizga nasib qilsin. Ehson qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Yana xudo xolasa uyni boshqa tom qismlarini ham, umuman uyni qurilish jarayonlarini ketma-ket video qilib YouTube kanalimizga joylab boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Ehson berish uchun boy bo'lish kerak emas. Mana shu tushuncha juda ko'pchilik adashtiradi. Inshaalloh men ham boy bo'lib ketsam ehson qilaman, ehson qilguvchi boylardan qilsin deyshadi. Juda ko'p aytiladigan gapda. Voy baraka topkurlar. Ehson qilish uchun boy bo'lish kerak emas. Ehson qilish uchun xohish bo'lish kerak. 10 ming so'm ham ehson. Cho'ntagingizdagi pulni sadaqa qiling bir qismini desa, shayton nima deydi? O'zingchi deydi. Robbimiz nima deydi? Bersang, qaytarib mendan oladigan narsani sababini qilsan deydi. Ber, olasan desa shayton berma, kamib qoladi deyapti. Biz kimga gapini olamiz shu yerda? Shayton deydi Alloh taolo. Sizlarga ikkita narsani deydi, va'da qiladi deydi. Kambag'al bo'lib qolasan, berma deydi. Va munkarga buyuradi. Kambag'al bo'lib qolasan deydi, gunohga buyuradi. Endi Alloh nimaga buyuradi? Alloh gunohlarni kechirishligini va'da qiladi va fazl ko'paytirib berishlikni va'da qiladi deydi. Shayton ikkita narsa va'da qilyapti, Alloh ikkita narsa va'da qilyapti. Shu o'rinda kimga gapini olyapmiz? Hayotda ko'proq insof bilan keling. Kamayib qoladi deyapmiz. Chunki rizqni o'zimiz topyapti deydi. Rizqni o'zi topayotgan odamniki kamayib qoladi, to'g'ri aytayapti. Rizqni Alloh beradi deydigan odamniki kamamaydi.